Salam qadrli ko'ruvchilar, Tarım Navasi programmasi orqali yana sizlarga xizmatda bo'lganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganinglar Shinjang Ko'nak Pan Texnik Cheklik shirkati, Ko'rgün media ishxonasi tarqatgan Shinjang Saray yemak-ichmak mulozimat cheklik shirkati tajribaligidagi Tarım Navasi programmasi. Biz programmamizning bu alayhi soniga aziz mehmonimiz Rizvangul imomni taklif qildik. Rizvangul, xush kelibsiz. Rahmat. Rizvangul, suhbatimizni boshlashdan avval ekran oldidagi do'stlarimizga salomingizni bir yo'llab o'tamiz. Salam ekran oldidagi barcha do'stlar, Tarım Navasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Rizvangul, suhbatimizni boshlab kelsak, sizningki o'qigan kasbingiz go'zal san'at shundaqku, lekin siz o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanayapsiz. Men Torda nurg'un naqshlarınızı anladım, mayli ijodiy naqshlar bo'lsin, mayli o'zlashtirilgan naqshlar bo'lsin, naqshlarınızı shunday yoqtirib anladım. Ekran oldidagi ko'ruvchilarimizni yoqtirib anglaydi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, siz shu naqsh musiqaga qachondan boshlab qiziqishga boshlagan? Men naqsh musiqaga kichigimdan tatliq qiziqatdim. Kichik vaqtlarimdan boshlablankin o'zimning halqi deymiz, tabiiy ovoz sharoitim bilan-chu, ham o'zim bek qiziqqan bo'lg'achqa kichigimdan tatliqlashdan naqsh yetib, o'zimniki maktablarima alayligim joriy qildirib kelgan. Oliy maktabda garchi rasm kasbi o'qigan bo'lsam-mu, shu o'qigan vaqtlarimda o'zimni alayligim joriy qildirib kelyapman. Faqat to'xtab qolmadim. Ham ichimizda o't bo'lganiki to'xtamay tirishganmiz. Xizmat chiqqandan keyin ishdan sirt naqsh yetib kelyapman. Chiqib tirishib kelyapman. O'zim ichimda bir o't bor bu kasbchi. Faqat vaqt kechirmaydigan bir o't bor ichimda. Bak yaxshi ko'rmay ish qilib. Rizvangul, mushaqcha sizningki mayli ijodiy naqshlaringiz bo'lsin, mayli o'zlashtirgan naqshlaringiz bo'lsin, o'zim eng yaxshi ko'rib aytdim, xalqningki yaxshi bahosiga erishdi deb o'ylagan naqshingiz qaysi? Bu naqshlarning ichida 2016 taqatgan, bilmadi temizlik naqshamni bak yaxshi chiqqan. Tordashlarningki bak yaxshi bahosiga erishdi u naqsha. O'zim bu naqshni bir xil muvaffaqiyatli o'rinda deb o'ylayman. Ondan boshqa yaqinda 2 yil oldin chiqqan qayturmaga temizlikka bir naqsham, o'zlashtirilgan tekst o'zim yozgan naqsha olma. O naqshning anglanishi bek yaxshi bo'ldi. Tordashlar inkosi bek yaxshi. Ondan boshqa shu bir yil oldida Gülyar Yaqubadimiz burun aytgan, shuncha kutgandim, temizlikka bir naqshni qaytadan yanglab aytgandim. Jo'shqun oldi chalg'ulashtiribchi. O naqshim bek yaxshi chiqdi. O naqshim Tordashlar inkosi bek yaxshi. Bek yaxshi anglayotdi. Undaq bo'lsa, bugungi Tarım Navasi programmamizga quruq kelmadingiz deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, qanday bir ko'ngil sog'lig'ingizni bugungi programmamizga olib keldingiz? Bugün Tarım Navasi programmasiga bir ijodiy naqshamni olib keldim, ixtiyor temizligi. Undaq bo'lsa, ekran oldidagi do'stlarimiz Rizvangulningki go'zal ovozidan hammamizdan bahramlaylik.
Rızvangül to'liq go'zal bo'lgan bir naqshni yeb kelibsiz. Naqshingizni to'liq huzurlandik. Ekran oldidagi do'stlarimiz ham yoqtirdi deb o'ylayman. Rızvangül hammamiz bilamiz, mush o'qituvchilarning xizmatini aytdim, jafoliq, aytdim, aldirash shunaqku. Siz mush aldirashchilik ichidan vaqt chiqarib o'zingizning o'qigan kasbi garchi go'zal san'at bo'lsa-mu, mush naqsh muzika jihatda ruhingizni yana joriy qildirib davomli mush kasbni tang billa ep berib o'tibsiz. Mush jihatda qiynalgan yerlaringiz bormi? Albatta qiyinchilik bo'ldi-da, endi siz degandek xizmatimiz bek jafoliq. To'g'ri. Beklam jafoliq. Endi shu ishdan sirt vaqtlarimda foydalanib mush kasbni qilaman. Vaqt jihatdan bir ayol kishiga nisbatan oilaning ishlarini o'rinlashtirib, bolaning oldiga xabar olib, undan boshqa xizmat o'zisin chiqib, oshqan vaqtlarda kasb bilan shug'ullanagan bo'lgandan keyin haqiqatan qiyinchilik bo'ldi-ku odamga. Shundaqda men o'zim yaxshi ko'rgan kasb bo'lgandan keyin chidab turib davomlashtiryapman. Chidayapman jafoga. Undan boshqa endi bu naqsh kasbni o'qimagan men-chu, sistemni tarbiya ko'rib boqmagan. Shunda bo'lsa-ma to'xtamay anglash orqali, jiq do'rash orqali, ashta har xil usullar bilan tirishib, o'zimni eng yaxshi holatda namoyon qilib ko'rayapman deb o'ylayman endi. Rızvangül, sizin to'rlardan ko'ryapsiz, hozir nurg'ulg'an yosh ijodiyotchilarimiz, yosh naqshchilarimiz maydonga chiqyapti. Shularningki mayl ijodiyatiga bo'lsin yoki aytayotgan naqshlariga bo'lsin, ular deydigan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Bizning shu programmamizga qanday bir taklif fikrlaringiz bor? O'sha haqda bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Demisam hozir ramizga ma'lum naqshchilar bek chiqib ketdi-chu. Naqshchilar bek chiqlarni tunib bo'lmaymiz. Endi ularning ichida nurg'ulg'an yaxshi naqshchilar bor. Ba'zilari cho'ng sanlar chiqyapti, Ipak yo'l deymiz. Lekin shuni chiqamayotgan nurg'un yoshlarimiz bor, amaliyotda bek talantliq-chu. Hammasi o'zining xizmat o'rinlarida alayligini joriy qildirib qo'yadi. Endi ularning nurg'un yaxshi naqshlar bo'lishi mumkin, ijodiyatlar bo'lishi mumkin. Ular deb chiqay desa, hozir bir MTV ishlash uchun ham iqtisod qiyinchiliklar bor. Shunga men o'ylayman, endi mushtaq ta'rim navosida, mushtaq yaxshi programmalar orqali o'zining bir alayligini joriy qildirib baqsa, o'zaro bir qo'llash bo'ldi deb o'ylayman endi. Bu ta'rim namoz programmasini bek yaxshi bo'pti menimcha. Bek yaxshi bo'pti. Bek yaxshi tashkillayapsizlar. Ularga shunday bir texnikam demakchi shunday. To'g'ri. Biz sizday qo'llag'uvchilarimizdan ayirib qarsak bo'lmaydi. Sizday qo'llag'uvchilarimiz bo'lg'achqa, bizning shu ta'rim navosi programmamiz kundan kuniga yaxshilanib, yaxshi taraqqiyot qilyapti. Rahmat, uzilib qolmasin. Sizga rahmat. Undaq bo'lsa, Rızvangül oxirida shu sizni yaqindan qo'llab kelayotgan do'stlaringizga, ota-onalaringizga, o'rtoqlaringizga deydigan bir yurak so'zlaringiz bo'lsa, shu bizning ta'rim navosi programmamiz orqali davolamsiz. Men mush kasbni jafoda qilyapman. Buni o'zimning tirishchanligimdan boshqa ailemdekilerning ve dostlarımның, yaqinlarimning qo'llashini olib qarag'ili olmaydi. To'g'ri. Ailemdekiler bek qo'llayotdi, bo'lib yo'ldoshim, ota-onam qo'llayotdi. Ular mening jafoyimni ko'rib turdi, lekin men shuni yaxshi ko'rgandan keyin bo'pti bolam. Mush o'zing yaxshi ko'rganishni qilgan deb ular qo'llayotdi. Ashlarniki qo'llig'imdan bek minnatdorman. Bu yerda ota-onamga, yo'ldoshimga va naqshlarimni yoqtiradigan barliq turdosh do'stlarimga, yaqinlarimga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Sizlar uchun chuqum yana yaxshi naqshlarni chiqarishga tirishaman. Rızvangül, sizning mo'mish aldirashlik ichidan vaqt chiqarib programmamizga qatnashib, bizni qo'llab berganingizga chin dilimizdan rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla bundan keyingi san'at ishlaringizga chin dilimizdan qutlug'larni tilaymiz. Oilangizga baxt tilaymiz. O'zingizning ishlaringizga baraka tilaymiz. Rahmat. Sizga rahmat. Ko'rayotganinglar Shinjon Ko'nak fan texnik chekish shirkati, Ko'rgan media ishxonasi tarqatgan Shinjon Saray yemak-ichmak mulozimat chekish shirkati tajribaligidagi ta'rim navosi programmasi. Qadrli do'stlar, ta'rim navosi programmamizning bu sonli vaqt e'tibor bilan shu yerda oxirlashtirmoqchi bo'lyapmiz. Kelasi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.